Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyada sırğacıyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün Tesla 2026 yıl. 6. ayının 26. günü hepteki Cuma vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esas Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump hazır uruş buluvatkan Ukrayna halkının uruş meydanındaki galbisini medyalidi. Mesela Ukrayna bu uruşta dürüst dervaka galba kıldı degendek bir iki kız gapni kıldı vatandaş. İkincisi Japonya veziri saniyeti Aralık'ta bu yıl 11. ayda Cungo'nun evvel Şinjin degen hazır Omin dep nakledi ötküzülüdüğün Asya Tinç Okyan İqtisadi Hamkarlık yığınında Xi Jinping bilen görüşmeymen bunda uğurlaştırış yok dedi. Ancak bugün şunun yarışa yetip gelgen bir yazma haberde Japonya'nın 4 çoğun şirketi mesela gepni uçak aytqanda bu şirket hem Cungo'da mı yoki Japonya? Cungo'nun özü de okşaydı. Özü de kurulan şirketler Cungo iktisadını yoki Cungo'nun sanatını, Android sanatını teminleydiğin şirketlerken hazır bu şirketler Cungo iktisadi yoki Cungo'nun Android sanatını teminleşti. Bırakla toxtattı vatandaş. Bazı iki zərbe değildi. Biri Japonya veziri saniyeti keçinin Xi Jinping ile görüşünü rədd qılğanlığı. İkincisi Android ile təminləşini toxtatqanlığı. Gerçi iki noktadıki iş bozumu bırak bu Cungo hükümeti intihayın zor zərbe elib geldi. Hesaplı Cungo mətbuatları hatta birinci olup bu haber doğrusu da həsrətlə geldiğini xəbər qilishdi vaziyat bundoq. Ben bugün sizlerge sözleştim avval bölümde avval kısa haberlerden başlaydı. Tertibimiz bu işe vatandaşları. Mesela kısa haber birincide Cungo'nun reisi Xi Jinping'nin opet karakterli kalbalığı Cungo-Rusya münasebetini üzüp taşladı. Çöçüdüğün özgürlüş Ukrayna NATO'ya aza bulup girdi. Prezident Donald Trump'ın pozisyonu özgerdi. Prezident Vladimir Putin'in neretor dedi. Şavda maliyesi 6. ayının 25. günü yutlar. Ormuz boğuzu da yani bir haber duyuyorsunuz, özgürlük yüzbeli. Beijing ciddi ekip itişin talep kıldı. Katnaşlı ekip itişin talep kıldı. Ümit sadası 6. ayının 25. günü yutlar. Yani bir haber 60 bin tonla harbiy kural yarakını köküm talqan qilib etdi. Ukrayna armiyasi hamda Kreml sarayıga kirsa bo'ladi. Rossiya yiqilg'u krizisiga duch keldi. Jangwon torbiti 6. ayının 25. günü yutdu. Yani bir haber, Hormuz boğuzu yani ok etildi. Maytoşuğucu parkotla mangalmadı. Yeni Tanlıklar Televizyası 6. ayının 25. günü yuttu. Ekranda Amerika komünizmga karşı uruş ilan kıldı. Amerika 21 devlet aldığı Cungo'na hakaret kıldı. Mavzu komünizmga karşı perde açıldı.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump yarim kechada kommunizmga qarshi urush e'lon qildi. Amerika g'azabga keldi. Cumhuriyet Partiyasi Ovminda açıdağan Asya Tinch Okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga prezident Donald Trump qatnashishni rad qildi. Ümit sadasi 6. ayının 20. gün. Bu bir siyasetlik özgürlüş, zor özgürlüş vatandaş. Komünizm urush e'lon qildi Amerika deganda bunun yozma xabari kelmadi. Hozir men qisqa xabar shaklida sizga yetkazdim. Hozir endi prezident Donald Trumpning Ovminda ochiladigan iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashishni rad qilganligi bu cho'ng ish vatandash. Yana bir xabar. Xi Jinping tuyuqsiz jukundi. Tayvan meselesi bilen boş gerekmiş jukuni şikayet keldi hozir. Ro'yan 6. ayının 26. günü yutur. Zor türkümlep Rossiyaliklar Krimiyadan kaçışga başladı. Belki 2 milyon Rossiyalik mecburi Rossiyaga qaytadi. Keçi kövrükiyle maşina qatlaş bir iqimga aylandı. Yaqil bilan ta'minlash va yo'l to'sqinlik uchirdi. Ukrainaning qamal qilish strategiyasi ko'rjasini Rossiyaning ichki qismiga tutashtirdi. Urush borjiga to'rbiti 6. ayning 26. kuni o'tdi. Men tünügünlerden sizlerge söz degende Krimiya kövrüge, Keçi kövrüge üzüvüteli degan edi vatandaş. Bugün bu süratli haberken körsem anlasam bu yerda 2 yo'l kövrük durdu. Biri o tarafga mağılgan kövrük, biri bu tarafga mağılgan kövrük. O Krimiya, Keçi kövrüge üzüvüteli degende o bir yönelişli kövrük idi. Bunu qanday kelligini tushunamidi vatandaşlar? Izanlar İzmir'den bir yer. Hesapta hazır Ukrayna'dan, Ukrayna'nın Krimiya yurtidan Rossiya tecavüz kılıp kirgandan keyinki Rossiya furalar 2 milyon atrofida Rossiyaga qarab qochishga boshladi deydi. Krimiya qorong'ulik ichi kirib qoldi. Milyon kishilarga tok uzilib qoldi. Prezident Vladimir Putin en qadrlagan urush g'animati Krimiya bugun o't ichida qoldi. Yiqilg'i tok kuchi temir yo'l o'xshashla jiddiylashdi. Krimiya oroli dal hozir Ukraina armiyasi tarafidan qamal qilinmoqda. Strategik ko'z torbiti 6. ayning 26. kuni o'tdi. Yani bir haber Xi Jinping Pilos Alaman Cungo furaları Alaman deydi. Alaman Cungolukla beraber millet içki afet yeni medeniyet inkılabı yetip geldi. Barlık kişiler en haterlik vaziyetke teyyarla kılışı lazım. Şahdan maliyesi 6. ayının 26. günü yutar. 2 saat ilgari. Yani bir haber Ukrayna şiddetli hücum kıldı. Rusya Ot denizi içinde kaldı. Yeni tanıklar televiziyası 6. ayının 26. günü yuttu. Yani bir haber Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Marco Rubio Deniz Koltuqi Davlatlar Komiteti bilan suhbatlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Zelenskiyni Rossiyaga qarshi turib intayin zo'r ish qildi deb madhiyahladi. Yangi tanliqlar televiziyasi 6. ayning 26. kuni yutdi. Yani bir haber Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump
tuyuqsiz fikir bayan qilib, kommunizmga qarshi harakat ko'tdi. Oyun başlandı deb ko'rsatdi. Ondan NATO Ankara'da yuqori darajaliklar yig'ini ochadigan bo'ldi. Yangi Tanglıqlar televiziyasi 6-ayning 26-kuni o'tadi. Rusya armiyasi o'milashga boshladi. Ukrayna armiyasi Rossiyaning energiya manbaini uzib tashladi. Harbiy ishlar burjiki 6-ayning 26-kuni o'tadi. Tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Yaponiyaning 4 chong shirkati ta'minlash liniyasini uzib tashladi. Jungo matbuotlari hasrat chekdi. Mavzuli xabar 6-ayning 26-kuni Vanbi torbetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Kirish so'z o'rnida. Jungo Kompartiyasi Sirak to'pa kaltigini plan topayotgan bir paytda ve tashqi dunyoga o'zining kuchini ko'rsatayotgan bir paytda Yaponiya tuyuqsiz Jungoga ikki tarafdan qo'l soldi. Yer shari bo'yicha eng yuqori sifatli Guangko'ning fan texnikaning jon tomirini egallab turgan Yaponiyaning 4 chong shirkati kollektiv qo'l solib Jong'uni ta'minlash liniyasini qisqartib o'tdi. Yangi zakaz qabul qilmadi. Ta'minlashni qisqartib o'tdi. Mal topshirish vaqtini uzartib o'tdi. Hatto zavodda turib ishlayotgan injenerlarni chekindirdi. Bu xabar tarqalgan hamon Jungo matbuotlari birinchi bo'lib hasrat chekkanligini e'lon qildi. Bu şirketler Jungo'daki şirket ekanmi? Beijing yana da Sirak to'pa nochiligini qilayotganda, ko'rsatayotganda Yaponiya asta Jungo'ga, ya'ni Jungo'ning Android sanoatining halqalik oksigen neytisini elbette. Jungo Android sanoatining halqalik oksigen neytisini Yaponiya elbette taqib etdi. Bundan keyin yuz bergan barliq ishlar tashqi dunyoning tasavvuridan ortiq bo'ladi. Egri bo'ladi. Yaqin qabrlar kundan beri Jungo Yaponiya o'tirishi yuz bergan ishga voqea. Bir yerga qo'yganda kishilarni cho'nqor o'ylantirdi. Bir tarafda Yaponiyaning vaziri Sani Takaichi qattiq pozitsiya bildirdi. Yana bir tarafdan Yaponiya uzak Android sanoatini ciddi holda sezgir xabar qo'yib berib, sanoat to'g'risida ciddi holda sezgir xabar qo'yib berib, Guangko Zhao ishlab chiqarilgan 4 chong Yaponiya shirkati Jungo'ni ta'minlashni qisqartdi. Birisi siyosat qatlamidagi Xi Jinping bilan ko'rishishni rad qilish. Yana birisi sanoat qatlamidagi to'g'onni itib olish. Bu ikki ish bir-biriga munosabatsiz bo'lsa-mu, amaliyotda o'rtaq holda bir nishonga signal qo'yib berdi. Yaponiyaning Jungo siyosiy cho'nqur o'zgarish bo'layotdi deydigan bu nishonga signal qo'yib berdi. Uning ustiga birinchi bo'lib hasrat chekkan Jungo matbuotlari bo'ldi. Bloomberg bunday xabar qildi. Yaponiya vaziri Sani Takaichi bu yil 11-oyda 10 mingga chiqarib, 10 mingga berib Osiyo Tinch okean iqtisod hamkorlik yig'inida qatnashishni rad qildi. Qatnashdi, Xi Jinping bilan ko'rishishni rad qildi. Bu faoliyatga o'rinlashtirilmadi. Yaponiya va vaziri Sani Takaichi aniqki
Cumhur'un reisi Xi Jinping 100 xatir qilmadi. O'tgan bir mezgil ichida Beijing dengiz mahsulotlarini Yaponiyadan import qilishni cheklab, sayohatchilarni yani Cumhurlik sayohatchilarning Yaponiyaga sayohatga berishini cheklab, Serektopa vositalari orqali Yaponiyaga besim ishlatib, Yaponiyaning Tayvan Sharqiy dengiz hamda endi Tinch okean bexatarligi masalasida yo'l qo'yishiga majbur bo'ldi. Natija buning aksi bo'ldiki, yo'l qo'yishiga majburladi. Natija buning aksicha bo'ldiki, Yaponiya vaziri Sani Takaichi chekinish bu yoqda tursin, eng oxirida texnik qattiq pozitsiya bilan javob qaytardi. Biliq deniz mahsulotlarini import qilishni chekildi, sayohatni chekildi dedi Cumhurliklarni. Bu orqali Yaponiyaning vaziri Sani Takaichi Tayvanda voqea yuz bersa bu Yaponiyada voqea yuz berganlik bo'ladi deb shunday ta'kidlaganligi uchun shuni ranjib shu ishni qilgan edi. Endi navbat Yaponiya keldi degan gap vatandosh. Endi navbat Yaponiya keldi. Endi sizlarga yetkazgan xabarimiz yanımındaq. Amerika va dengiz qo'ltig'idagi ittifoqdoshlar Iranning ko'p tarafli tahdidiga taqobil turishni chaqiriq qildi. Hamda Livandagi davlat tabaligi bo'lmagan qurolli tashkilotni bekor qilmoqchi bo'ldi. Mavzuda xabar 6-oyning 26-kuni Amerika ovozidan Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika va dengiz qo'ltig'i davlatlari 6-oyning 25-kuni Iran tashkillagan ko'p tarafli tahdidga taqobil turishni chaqiriq qildi. Jumladan bu davlat Iranning abadiy yadro quroliga erishmasligini o'z ichiga oldi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Marco Rubio Dengiz qo'ltig'i davlatlar komiteti 6 davlat diplomatlari payshanba kuni 6-oyning 25-kuni Bahraynda bir kunlik yig'in ochdi. Yig'in oxirlashganda e'lon qilgan birlashma bayonotda har qaysi taraflar Amerika, Iran o'tgan hafta imzolagan tushunish hosil qilish eslatmasini qarshi oladiganligini bildirdi. Bu eslatmada Hormuz bo'g'izini ochib etishni ilgari surish va Iran yadro qurollariga ega bo'lmaslik qatorli 14 xil mazmunni o'z ichiga oladi. Diplomatlar bunday deyishdi. Iranning tadqiq qilishi va boshqa yo'llar orqali yadro qurollariga erishishni cheklash jihatda birdek tonish hosil qildi. Bayonotda bunday ko'rsatildi. Diplomatlar birdek bunday ta'kidladi. Burayning bexatarligi va tinchligini abadiy ishga oshirish uchun Iran paydo qilgan atrofli tahdidga taqobil turish, jumladan raketa va odamsiz aeroplan hamda bu rayonda go'moshtalarni qo'llash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Iran qo'llaydi go'moshtalarni rayonda. Shular taqobil turishni o'z ichiga oladi. Yevropa İttifaqı Ukraynaga 100 milliard 200 milyon dollar qarz berishni yo'lini ochib etdi. Rossiya Ukraynaning har qaysi joylariga hujum qilib, o'lim-yetim paydo qildi. Mavzuda xabar 6-oyning 26-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi seçildi. E'lon qilindi, kechiringlar vatandoshlar. Bu yerda shu Poland sonmanın sani qancha ekanligini men bilmayman deb boshdan da'vataman. Boshqa tarafda aniqlab beqanim, men shunday tarjima qildim, 100 milliard 200 million deb.
Haber mındak başlandı. Avrupa İttifakı Perşembe 6. ayının 25. günü Ukrayna'nın ait zor qarz beriş yolunu açıp etti. Ukrayna veziri Yulia Severdenko Polşa'da mındak görsetti. Kiev, Polşa, Graniski'de ötküzüldüğün Ukrayna'nı qayta kuruş yığınıda umuma 113 milyar 600 milyon dolarlık kelişimge imza koydu. Bizden quruqligimiz duch kelgan xiris Delyanko xiris hayat mamatlik xiristor dedi. Vezir Sevri Didinko. Yani mındak dedi. Biz yeniden yartış arkada hayatlıkı izlenimiz. Bu belki allakaçan bizden tercihden taşqarı iktidarımız bulup şekillenip buldu. Avrupa İttifakı'nın reisi von der Leyen hanım mındak görsetti. Avrupa İttifakı Perşembe günü Ukrayna'ya 100 milyar 220 milyon dolar qarz beriş yolunu açıp etti. Bu dastlabki berilgan qarzdir. Umumi somma 340 milyar 100 milyon dolardan aşıdır. Kelgisi bir neçə gün içinde ikinci Türkiye qarz beriş oyutildi. Sommasi 68 milyar 200 milyon dolar məxsus adamsız aeroplan işləşkə xərclənir. Ala işte. Del hazır Ukrayna uruş meydanında Ukrayna g'alaba qilayotganlar. Urushni Moskvaga uzartganda, yetkizganda Rossiyaning ichki qismida boshqa joylarda tunagan degan to'q 66 dedikmi? O'rinda Ukraynaning hujum qo'zg'aligi nima tilga olgan edik? Mushundaq elishqanda, mushundaq urushqanda desak, shu narsa esingizga keling vatandosh. Bundan bir yıl burun Ukrayna Rossiyaning ichki qismiga urush qilmasligi kerak. Ichki qismiga hujum qilmasligi ekan urushni mush bo'layotgan rayonda chegiradilar. To'xtatish kerak deydigan gaplar bor edi. Bir yil o'tgandan keyin bugungi kuni kelganda hatta shu vaqtdan beri bo'layotgan 4 yillik urushda Avrupa İttifakı'nın Ukraynaga tutgan pozitsiyasi ya aktif emas, ya pasif emas. Aşındaq mötüzü lüm bulavagan edi vatandaş. Endi görün ha bugün kunda dollarını qarz berişiyotgan, qarz bermende kelishim imzalagan dollar Rossiyani, Ukraynani qayta qurish amaliyoti oxirgisi 68 shunaqo 68 milyar 200 milyon dollar maxsus odamsiz aeroplan ishlashga berilgan, ajratilgan pul bo'ldi. Bunda siz o'zingiz ko'rib olasiz. Rossiyaning taqdiri haqiqatan oxirlashib qoldi vatandosh. Rossiyaning taqdiri oxirlashib qoldi. Kishilar nurg'un munozara va fikr qilganlar 91-yil 1991-yil birinchi qatam parchalandi. Endi Rossiyaga ikkinchi qatam parchalanishga yüzden dediğin gap sözlerine qilindi. Bu qatam parchalanganlar qanday parchalanadi? Shuning ichida yoshirin lekin o'zi aktiv o'tirg'i chiqmay Uyg'uristonni kontrol qilayotgan Rossiya chunki munosabati boshlaydiq, uzilib bo'ldi dedik. Bu munosabat Uyg'uriston masalasiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Shularning hammasi siz bilan biz diqqat qiladigan nuqtada diqqat qiladigan ishlar vatandosh. Bugungi she'rlarimiz ana shularga